siyosiy irodasi mustahkam, qat'iy pozitsiyaga ega bo'lgan, qadriyatlarni muhim sanaydigan yoshlar bu partiyani tanlaydi. Istaklari qonunchilikda o'z aksini topishini istagan yoshlar albatta milliy tiklanishni tanlaydi. Umuman olganda, saylovoldi dasturidagi g'oya va tashabbuslarni mohiyatini anglaganlar albatta milliy tiklanishni tanlashadi. O'z qadriyatlarini yo'qotmasdan rivojlanish yo'lini tanlagan har bir tengdoshim albatta milliy tiklanishni tanlashi kerak. O'zbekistondagi siyosiy maydonda o'z o'rniga ega bo'lgan, taklif va tashabbuslari qonunchilikda o'z aksini topgani uchun va hamda tarafdorlari juda faol bo'lgani uchun Milliy tiklanish demokratik partiyasini tanlaganman. Yoshlarni qo'llab-quvvatlagani va ularga doimiy ravishda yangi imkoniyatlar berganligi uchun O'zbekistondagi barcha yoshlar bu partiyani tanlashi kerak. 1000 yildan keyin ham kattaga hurmatni, kichikka izzatni, qadriyatlarini, milliyligini ko'rishni xohlaydigan har bir inson milliy tiklanishni tanlashi kerak. Siyosiy maydonda o'z so'zi va o'z o'rniga ega bo'lganligi uchun ham albatta milliy tiklanishni tanlash kerak. Masalan, o'zim partiya doimo ta'lim-tarbiya, maktab va bog'chalar, qadriyatlar to'g'risidagi muhim tashabbuslarni ilgari surgani uchun a'zo bo'lganman. Menga shu yoqadi.